hali siz aytayotgandaki qimmat yoki arzon deb qoladi-yu. Tibbiyotda hamma narsa qimmat, sifatli bo'lish shart. Chunki bu odamning umri. Deshuvka narsa bilan riskovat qilib, uni umriga zavol bo'lib qolish hech gap emas. Bularni hammasini ko'rganman. Hammasidan o'tganman. Og'zi kuygan sovuchoy ham puflab ishadi. Shuning uchun har doim aytaman, sifatligini olgin. Kanalda maslahat beraman, mana ko'p tekinga maslahat beraman. YouTube'da ham bor kanal, unda ham shunaqa maslahat beriladi. Maslahat berganda men har doim aytaman. Hey, GMP yoki FDA sertifikatli mana narsalar. Shuni olinglar. Men firmasini ham bermayman, reklama bo'lmasin. Lekin mana maxshum shunaqa pulli turadigan. Uni $20 dan 350, 300 dan kami uni sifatsiz. Unda jarohat olib bir narsa bo'lib qolishi mumkin. Qo'l bilan ham yasab berishyapti bizda. Klublar bor, sexga borsang, buni men hozir yasab beraman, yasab beraman. Uni ishlatsa, jarohat olib butun umrga qancha butun qolib ketib qolasan.